Assalomu alaykum. Nargizaxonim yerlarim opa adashmadikmi? Rahmat. Nargizaxon yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Bezsa qilib qo'ymadimmi? Xayrli kun. Yaxshi, rahmat. Boshlab olgan kuningiz fayzli va barakatli bo'lsin. Hamisha yaxshi insonlar bilan suhbatda bo'ling. Bugungi tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat opajon. Nargizaxon, ayni dam ayni fursatda biz sizni Yagona tabrik agentligidan bezsa qilyapmiz. Boshlovchi Kamina Gulxayxon Mahmadyorov bo'laman. Bugun bizning loyihamizga sizni yaxshi ko'radigan, qadrlab e'zozlaydigan yaqin insonlar nomidan samimiy tabrik xatlar kelgan. Nargizaxon, nima deb o'ylaysiz, bugun sizni kim tabriklab xursand qilmoqchi bo'lgan? Taxmin qilib ko'ra olasizmi? Taxmin qilsam, kim bo'lishi mumkin? Kim bo'lishi mumkin? Taxmin qilib ko'ring. Nasiba singlim. Kim? Nasiba singlim, Nasiba. Nasiba yo'q, boshqa birov. Topolmadingiz, yana bitta taxmin qilib ko'ring. Yoki Iqbolay singlim bor, yana. Taxminim bo'yicha. Yana bilmadim. Shulardan ko'proq kutyapsiz, to'g'rimi? Yaqinlarim ko'proq, singillarimdan. Yana bilmadim. Keling, Nargizaxon. Tabriklar ko'p. Unda bugun sizni kim tabriklaganini aytaman. Asosiy tabrikchimiz bular emas, lekin tabriklar ichida bular ham bor, lekin asosiy tabrikchi boshqa bir inson edi. Unda bugun diqqat qilasiz, sizni kim tabriklaganini aytamiz. Farzandlaringiz Ziyoxon, Nilufar Nurfayz ekan, Imronbek, qizalog'ingiz Solihaboni, ayajoningiz va singlingiz Nasibaxon, Ziyodaxon, Iqbolaxon, Oltinoy, qaynonangiz, qayinsingillaringiz, musofirda yurgan Lutfiya yangangiz va akangiz Botirjon aka nomlaridan tabrik xatlar kelgan. Kutmaganmidingiz akangizdan samimiy tabriklarni? Yo'q, kutmagandim. Ana shunday kutilmaganda biz kutilgan qo'ng'iroqlar bilan xursand qilamiz. Rahmat opajon. Rahmat, salomat bo'ling. Agarda qimmatli vaqtingizni olmayotgan bo'lsam, mana shu akangizdan kelgan tabrik xatlar bor. Ijozat bersangiz, erta tongdan sizni tabriklab xursand qilishimizni xohlagan ekanlar. E'tiboringizga havola qilsam maylimi? Xo'p opajon, rahmat. Unda diqqat qilasiz, boshladim. Ko'p emas, 3-4 daqiqa vaqtingizni olaman. Tom bo'ladi, rahmat. Unda boshladim. Assalomu alaykum, mehribon singlim. Avvalo tavallud ayyoming muborak bo'lsin. Alloh taolo umringga umr, hisingga baraka, qalbingizga doim xotirjamlik va baxt ato etsin. Har bir yangi yoshing o'zing bilan quvonch, omad, ezguliklar olib kelsin. Ilohim ikki dunyoda ham saodatlarga erishib, ota-onamizning duolarini olib yuradigan solih qizlardan bo'lgin. Singlim, musofirda yurib inson eng avvalo oilasini sog'inar ekan. Ayniqsa sen kabi mehribon, oqibatli singillarni eslab qalbim yana ham eziladi. Bugungi yoningda bo'la olmayotganim men uchun juda ham xafa qildim, ammo sen uchun xursandman. Duolaring har doim sen bilan. Musofirda yurtlarda bo'lsam-da, uzoqlarda bo'lsam-da, singlim seni doim sog'inaman. Mehring uchun, hammasi uchun senga cheksiz minnatdorchilik bildiraman. Boringga ming bor shukr, senga oilaviy baxt, omad yor bo'lishini tilab qolaman. Sen bizning oilamizning quvonchi, uyimizning chirog'isan. Har doim odobing, mehribonliging, samimiyliging qalbing bilan hammani qalbidan chuqur joy egallagansan. Alloh seni yomon ko'zlardan, g'am tashvishlardan asrasin. Qalbing doim barcha orzu istaklaring ushalsin. Tabassuming hech qachon arimasin. Bugungi tug'ilgan kuning bilan tabriklayman singlim. Doim baxtimizga sog'-omon bo'lgin. Onam duolari asraydi seni. Hamisha seni yaxshi ko'rib qolguvchi yaqinlar vaqtiga o'zingni ehtiyot qil. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin aziz singlim. Musofirdagi akangdan cheksiz mehr va muhabbat ila samimiy tilaklar. Alloh seni doim asrasin deya tabrik xatlarga yakun yasaganlar. Xursand bo'ldim, rahmat. Rahmat akajon, sizlar ham sog' bo'linglar, yangam bilan baxtli bo'linglar. Xursand bo'ldim, rahmat. Rost ham kutmagandim. Rahmat Nargizaxon, biz sizni ham tabriklaymiz. Rahmat opajon, sizga ham sog' bo'ling. Hayotingiz hayotbaxsh nurlarga to'lsin. Umr yo'llaringiz hamon gullarga to'lsin. Sizni tark etmasin. Mudom baxt, omad qarshi olgan 32 yoshingiz fayzli va barakatli bo'lsin. Kirib kelayotgan Qurbon hayitlari muborak bo'lsin. Sizga oilaviy baxt, omad, hamroh bo'lsin. Sizga muborak bo'lsin. Rahmat. Nargizaxon, tug'ilgan kunlarni yaxshi kayfiyatda o'tkazib olasiz. Salomat bo'ling.
Xo'p, opajon, rahmat. Sog' bo'ling sizam. Xo'p, Charchamang inshaalloh. Rahmat. Esingdami bolalik, soching mayda o'rganim, yerga qo'ymay yelkamda opich qilganim. Yillar buncha tez ekan, shamollardek uchdimi? Men o'tirgan yelkangizdan bugun dardlar quchdimi? Akajonim, siz mani qalqonim. Singlim marjonim, o'zing joni jahonim. Akajonim, siz mani qalqonim. Singlim marjonim, o'zing joni jahonim. Sog'inganda necha bor borolmadim, bormadim. Singilginam seni goh bir yilda bir ko'rmadim. Akamga aytaman deb qo'rqtirdim barchani, yopolmadim bugundek sog'inch degan barchani. Akajonim, siz mani qalqonim. Singlim marjonim, o'zing joni jahonim. Akajonim, siz mani qalqonim. Singlim marjonim, o'zing joni jahonim. Mehring kimdan yuqqanda, hayot darsin uqqanda, shukr deyman baxtimga, onam seni tuqqanda. Aka